gumma, pirojka hamda frey apparatlarimiz endilikda 600 ming so'mdan. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga to'liq ma'lumotni berib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, 5 litrlik Xitoy original zavodskoy frey apparatimiz atiga 600 ming so'm. Bu 5 litr, ya'ni 6 litr yog' ketadi. Ichiga frik, gumma, pirojka hamda istalgan mahsulotingizni pishirsangiz bo'ladi. Bu 200 graduslik varianti. Bu esa o'zimizda chiqarilayotgan Turit stilli 12 litr qozonli pirojka apparatimiz. Eng sifatli, sifati yuqori darajada gradus 300 gradusli bo'lgan pirojka apparat. Gumma, chiboruk, free pirojka tanlamaydigan eng sifatli original apparatlarimizdan. Bu stolsiz varianti bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu esa xuddi shu variantni stolli varianti. Ko'rishingiz mumkin, tellari Turitski juda ham ajoyib. 300 gradusgacha qizdiradi, oddiy 220 voltga ishlaydi. Bu esa stolli varianti. Shu stolli variantini bitta plyus tarafi bor. Plyus tarafi yoniga bemalol patnis qo'yib, mahsulotingizni qo'yib pishirishingiz mumkin.